Transferlar oynasi yopilishiga 1,5 soat vaqt qoldi. Arsenal esa Mesut O'zil transferini yakunlamoqda. Stol ustida 5 yillik shartnoma va u buni imzoladi. Mesut O'zil Arsenal safida Premier Ligada o'ynaydi. ...2013-yil Arsenal muxlislari O'zilning transferi haqidagi xabarni shunday qabul qilishgandi. O'sha paytlar transferlar oynasi haqiqiy teatr bo'lgan. Siz jamoangiz kimga qiziqayotgani haqida gazeta yoki televizordan kichik mish-mishni eshitasiz. Bu aniq amalga oshishiga ishonch yo'qligini bilasiz hamda ancha vaqt o'ylab yurasiz, fikr yuritasiz, orzu qilasiz. Va birdan bum! Klub o'z safiga yangi futbolchini qo'shib olganini ma'lum qiladi. Keyin esa yillar o'tib yangi era boshlandi. Hech qanday dramasiz, hech qanday teatrsiz, shunchaki 3 ta so'z. Here we go. Fabrizio Romano o'zi kim? Qanday qilib u transferlar sohasida fenomenga aylanib oldi? Nega ba'zilar Ornsteinni undan ko'ra ishonchliroq deb hisoblashadi? Romanoning bunday qudratga ega bo'lishi transferlar oynasini zerikarli qilib qo'ymayaptimi? Bugungi sonimizda shu kabi savollarga javob qidiramiz. Yoddan ko'tarilmasidan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Shunda bu qiziqarli kontent boshqalarga ham yetib borishini ta'minlagan bo'lasiz. Bu futbol faktlari. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Fabrizio Romano 1993-yilning 21-fevralida Neapolda dunyoga kelgan. Milandagi katolik cherkovini tugatgan so'ngra Tutto Mercato va Sky Sports Italia kabi nashrlarda ishlagan hamda italiyalik mashhur jurnalist Gianluca Di Marzioning shogirdi bo'lgan. Yoshligidan transferlar sohasining jinnisi bo'lgan Fabrizioning ilk katta ishi 2011-yilga to'g'ri keladi. 6 oydan beri Milandagi kichik bir saytga transferlar borasida yozib yuradigan 18 yashar yigitchaga Barselonadan bir insight kelib tushadi. Noma'lum agent undan 2 yosh futbolchisi haqida yozishni so'raydi. Ulardan biri esa Mauro Icardi edi. Agent o'z raqamini qanday topganini bilmasa-da, u bunga rozi bo'ladi va barchasi boshlanadi. Ko'p o'tmasdan Icardining Sampdoriyaga o'tish haqida xabar bergan ilk shaxs Romano bo'ladi. Keyinchalik Romano Italiyadagi barcha jurnalistlar orzu qiluvchi Sky Sportsga ishga qabul qilinadi. Karyeram Sky Sports orqali boshlangan, ya'ni televideniyada, lekin odamlar o'ylagandan boshqacharoq. Bu kabi yirik tashkilotda jurnalistikani boshlaganingdan keyin shtab-kvartiraga borib 8 soatni o'sha yerda o'tkazib ishni o'rganish kerak deb o'ylashing mumkin. Yaxshi, men bu jihatni bosib o'tdim. Lekin 2-3 oy o'tiboq shunday dedim. Menga ko'chada bo'lishga ruxsat bering. Men Milanda aylanib yurishni xohlayman. Ofisda o'tirishni esa istamayman, chunki men o'rganadigan narsa qolmadi. To'g'ri, men televizorda qanday to'g'ri gapirish kerakligini o'rganishim mumkin edi, biroq men odamlar bilan ko'proq aloqada bo'lishni, o'z tarmog'imni yaratishni xohladim. Transferlar bozori bu men hamisha intilgan narsa. Men buni sevaman. Yangiliklar, informatsiyalar hamisha adrenalin beradi. Bu uchun esa insonlar bilan ko'proq aloqa kerak. Shunday qilib, transferlar oynasi paytida har kuni Milan ko'chalarida o'tardi. Nafaqat dushanbadan jumagacha, balki to'liq har kuni. To'g'ri, Milan katta shahar, lekin uning markazi kichkina. New York yoki Londonga o'xshamaydi. 20 daqiqa ichida shahar markazining har bir chetiga yeta olasiz. Restoranlar, mehmonxona yoki do'konlar tashqarisida agentlar, direktorlar yoki futbolchilarning o'zini ham uchratishingiz mumkin. Bu katta, lekin markazi kichik shahar menga o'z tarmog'imni qurishga yordam bergan. Lekin bunga ham 6-7 yil ketgan. 1-iyundan 1-sentyabrga qadar har kuni butun yozgi transferlar oynasida, qolaversa yanvarda ham kunim shu shahar tashqarisida o'tardi. Odamlar bilan gaplashasiz, ularni kutasiz, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishlashga to'g'ri kelgan. Maqsad o'z tarmog'imni yaratish edi. Shu tariqa ijtimoiy tarmoqlarda o'z blogini ham jadal tarzda yuritishni boshlagan Fabrizioning boshiga 2020-yilga kelib haqiqiy baxt qushi qo'ndi. Yanvar oyidagi qishki transferlar oynasi vaqtida Bruno Fernandeshning Manchester United safiga o'tishi borasida ikki xil mishmishlar bolaladi. Ba'zi nashrlar bu amalga oshadi desa, ba'zilari buni bo'lmagan gap sifatida yozishdi. O'shanda Fabrizio katta sahnaga chiqdi va o'sha mashhur frazani ishlatdi. Here we go. Transfer rostdan ham amalga oshganidan so'ng butun dunyoda unga ishonuvchilar soni anchagina ortdi va Here we go so'zi amalga oshishi aniq bo'lgan transferni anglatuvchi jumla bo'lib odamlar yodida qoldi. Davr o'zgarib, odamlar televideniya yoki gazeta o'qishni tashlayotgan bir vaqtda ijtimoiy tarmoqda individual ish olib boradigan jurnalistlarga keng yo'l ochildi. Ularning orasiga qo'shilgan Romano esa ko'p o'tmasdan eng mashhuriga aylandi. Internet, fake account va xabarlarga to'layotgan davrda Fabrizio odamlar uchun eng ishonchli manbaga aylanib oldi.
Ko'p o'tmasdan ijtimoiy tarmoqning har bir platformalarida uning obunachilari milliondan oshdi. Odamlar klub yoki futbolchining o'ziga emas, Romanoning so'zlariga ko'proq ishonadigan bo'lishdi. Fabrizio buncha aniq ma'lumotlarni qayerdan oladi? O'zining aytishicha, unga ko'plab agentlar, direktorlar va hattoki futbolchilardan shaxsiy xabarlar kelib turadi yoki o'zi shaxsan ularga aloqaga chiqadi. Ko'pincha futbolchilar undan o'zi haqida yozishini aytib, klubdan ketmoqchi ekanligini ham bildirar ekan. Romanoning so'zlariga ko'ra, u hamisha juda chuqur tekshiruvni amalga oshiradi. Bir tomondan chiqayotgan gapni narigi tomondagilar ham tasdiqlashini kutadi va shundan keyingina o'zining mashhur jumlasini ishlatib post joylaydi. Bundan 10 yil, 20 yoki 30 yil ilgari transferlar dunyosida muzokaralar klub yoki klub va agent o'rtasida bo'lib o'tardi va bu prosesda 2 yoki 3 kishi ishtirok etardi. Klub direktori, futbolchi va uning agenti bo'ldi. Hozir esa muzokara ishtirokchilari juda ko'p. Masalan, agentlik haqida. Bu yerda asosiy agent bor va unga ishlaydigan shaxslar, qolaversa, agentlikning ijtimoiy tarmoqlarda ishlaydigan xodimlari ham. Yana kelishuvda ishtirok etuvchi bir qancha vositachi insonlar ham bo'ladi. Shunday qilib, taxmin 20 kishi bu kelishuvdan xabardor bo'ladi. Klubdagi odamlar, o'yinchiga yaqin shaxslar, agentga yaqin insonlar. Bu juda jinnicha proses, lekin men buni sevaman. Tushunganingizdek, birgina transfer ishida 20 ga yaqin inson ishtirok etadi. Ularning hech bo'lmaganda bittasidan insight olish Fabrizio uchun umuman qiyin ish emas. Romano transfer ishtirokchilarining bir nechtasi bilan doimiy aloqada bo'ladi va shu sababdan unda xatolar kam uchraydi. Qolaversa, bir manba unga kelishuv amalga oshdi desa, u darhol buni e'lon qilmaydi va boshqa tomondan ham tasdiq olish yo'lini qiladi. Agar biror manba unga noto'g'ri ma'lumot bersa, Romano keyingi safar unga kamroq ishonadi. Shu tariqa u tarmog'ining sifatini ham nazorat qiladi. Xo'sh, agentlarga Fabrizioga ma'lumot yetkazishdan nima foyda? Chetdan qaralganidek, bu kelishuvdan faqatgina Fabrizio yutmaydi. Odatda agentlar ham undan yaxshigina foydalanishadi. Ko'p agentlar yangilikni aynan Romano orqali tarqatishni xohlashadi, chunki buning ortidan futbolchining narxi oshishi mumkin, boshqa klublardan qiziqishlar ortadi va muzokaralarga bosim hosil bo'ladi. Shuning uchun ba'zan agentlarning o'zi unga ma'lumot yuboradi. Romano o'z akkauntlarida transfer kelishuvlaridan tashqari yana ko'plab turdagi postlarni joylashini siz yaxshi bilsangiz kerak. Endi esa transferlar dunyosidagi bir qiziq fikrga to'xtalsak, Ornstein Romanoga nisbatan ishonchliroq manbami? Avvalo, bu shaxsning o'ziga to'xtalamiz. David Ornstein 1980-yilning 28-avgustida Angliyada dunyoga kelgan. Bournemouth universiteti jurnalistika fakultetini tamomlagan David keyinchalik Sunday Telegraph, Evening Standard va so'ngra uzoq vaqt BBCda ishlagan. 2019-yildan Athletic nashri korrespondenti sifatida faoliyat yuritadi. Qolaversa, uzoq yillardan beri Twitter'dagi sahifasida transferlar borasida ma'lumotlar berib kelgan. Yuqoridagi savolga qaytsak, nega ba'zilar Ornsteinni Romanodan ishonchliroq deb hisoblaydi? Buning asosiy sababi quyidagilar. David nisbatan ancha kam, lekin aniq yozadi. U odatda faqat transfer deyarli hal bo'lganida yoki to'liq tasdiqlanganida xabar beradi. Tezlikdan ko'ra aniqlikni ustun qo'yadi. Shu sababli uning noto'g'ri chiqqan ekskluzivlari juda kam uchraydi. Romano esa ko'proq jarayonni yoritadi, ya'ni muzokaralarning har bir bosqichi haqida yozadi. Muzokaralar boshlandi, aloqalar davom etmoqda, klub optimistik, futbolchi rozilik berdi va hokazo. Bu ba'zi muxlislar uchun qiziqarli, ammo transfer bo'yicha juda ko'p o'xshash postlar bo'lgani uchun uni ko'proq tanqid qilishadi. Yana bir jihat shundaki, ularning manbalari turlicha. Ornstein ko'proq klub rahbariyati va yuqori lavozimli manbalarga tayansa, Romano agentlar, vositachilar va futbolchilar atrofida keng tarmoqqa ega. Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki, aslida ular bir-birini to'ldiradi. Eng tezkor va keng qamrovli transfer jurnalisti bu Fabrizio Romano. Eng ehtiyotkor va eng ishonchli tasdiqlovchi esa David Ornstein. Shu sababli ko'plab tajribali muxlislar transferlarni kuzatish davrida ularning ikkalasini ham o'qishadi. Romano jarayonni ko'rsatadi, Ornstein esa yakuniy tasdiqni beradi. Yana bir farq ularning PR menejmentida. Ornstein odatda ko'p ko'rinish beravermaydi, asosan televideniya yoki ishlayotgan kanaliga bog'liq podkastlarda. Transferlar haqida yozayotganda ham juda kam ko'rinish beradi. Fabrizio bo'lsa, o'zi aytganidek ko'chaning odami. Yirik transferlarni hamisha o'zi e'lon qiladi. YouTube uchun deyarli har kuni video tayyorlaydi. Qolaversa, har xil shou tadbirlarda ishtirok etish borasida ham faol. Endi yana bir savolga to'xtalib o'tsak, Fabrizio ham xato qiladimi? Albatta, u ham inson.
Ish bor joyda xato ham bo'ladi, ayniqsa bu ish shivir-shivirlarga asoslangan bo'lsa. Here we go tasdig'i berilganidan so'ng o'xshamagan transferlar anchaginani tashkil etadi. Hozir ulardan bir nechta mashhurlarni eslab o'tamiz. Hakim Ziyechning avvalo Al Nassrga, so'ngra PSG safiga o'tishi, Isconing Union Berlin safiga borib qo'shilishi, Malasiyaning Lyonga o'tishi, Dzekoning Juve'ga, buning ortidan Milikning Romaga borishi, Joao Pedroning Newcastle safiga borib qo'shilishi, Toni Kroosning Real bilan yangi shartnomasi, Wijnaldumning Barsaga borishi, Caicedoning Liverpoolga o'tishi, Rabiotning Barsa safiga qo'shilishi, Xabi Alonsoning Mönchengladbach boshqaruvini olishi va hokazo. To'g'ri, bu yerda uni ham ayblab bo'lmaydi. Yuqorida keltirilgan o'xshamagan kelishuvlar asosan so'nggi soatlarda amalga oshmay qolgan. Kimdir tibbiy ko'rikdan o'ta olmagan, kimdir maosh borasida kelisha olmagan, kimnidir boshqa klub o'g'irlab ketgan, kimdir bo'lsa shunchaki qarorini o'zgartirgan. Ya'ni aslida Fabrizioga bog'liq bo'lmagan masalalar. Fabrizio Romanoning yana bir jihati ba'zi insonlarning asabiga tegadi. Bu trendda bo'lib turgan futbolchilar borasida juda ko'p post tayyorlashidir. Yamal maydonga keldi, Yamal zo'r o'ynadi, Yamal yangi qiz topdi, Yamal ukasi bilan raqsga tushyapti, Yamal do'stlari bilan sayohatda kabi postlar. Yana bir holat Florian Wirtz bilan yuz bergan. Fabrizio ilk bor Liverpoolning qiziqishi borasida 8-mayda yozgan va 20-iyundagi shartnoma imzolanishiga qadar o'z akkauntlarida naqd 50 dan ortiq post joylagan. Ba'zi futbol muxlislari Romano ayrim shaxslarga atayin post tayyorlash uchun pul ham olishiga ishonadi. Nima bo'lganda ham u media odami, PR qanday ishlashini juda yaxshi biladi. Xalqimizda bir gap bor, eplagan qaddini ursin. Chetdan turib Fabrizioni tanqid qilish yoki uni xatolarda ayblash oson, lekin bu bilan u qilgan va haligacha qilayotgan mehnatini inkor eta olmaysiz. U bir safar transferlar oynasi vaqtida bir kunda telefoni necha soat ishlayotgani haqidagi ma'lumotni ommaga taqdim etgandi. O'rtacha 17 soat 37 daqiqa. Transferlar oynasi yopiladigan deadline kunida esa bu ko'rsatkich salkam 20 soatga yetgan. Romanoning kuni asosan telefon suhbatlari, yangiliklar, uchrashuvlar va post tayyorlab joylash bilan o'tadi. Shu sababdan ham haligacha yolg'iz ekanligini, bunday tig'iz taqvim bilan juft topish qiyinligini aytib o'tgandi. Ha, mashhurlikning badali ham og'ir bo'ladi. Ko'rsatuv so'ngida video boshida berilgan savolga qaytamiz. Fabrizio transferlar dunyosini zerikarli qilib yubordimi? U hamma narsani aytib qo'ymoqda, hattoki kim oltin to'p yutishini ham. Siz xuddi onlayn marketda transferga buyurtma berib, uni qaysi kun jamoangizga yetib kelishini ham kuzatib turibsiz. Oldingidek birdaniga transferni bilish, quvonish va syurprizlar yo'q. Barchasi soat mexanizmidek ishlamoqda. Lekin aslida bunga Fabrizio aybdor emas. Dunyo o'zgarmoqda, ijtimoiy tarmoqlar esa tezroq bo'lish uchun yordam beryapti. Odamlar yangilanishni kuta olmayapti. Bu xoh televizordagi kechki xabarlar bo'lsin, xoh gazetadagi ertalabki yangiliklar. Ular yangilanishni darhol bilishmoqchi. Fikrimcha, jarayon mana bunday: tezkor bo'lish, yuz bilan ishlash hamda ishonchli bo'lish. O'ylashimcha, bu haqiqiy revolyutsiya. Ha, uning gaplarida ham jon bor. Gazeta va jurnallar davri o'tdi. Televizor oldiga ham asosan futbol ko'rish vaqtidagina yaqinlashamiz. 90 daqiqalik futbolni ko'rish davomida bir necha 10 marotaba internetni kezib qaytamiz. Juda muhim o'yin bo'lmasa, umuman uxlab yuborish ham ko'p uchrayapti. Chunki ertasiga siz osongina gollarni ko'rib qo'yishingiz, agar juda istasangiz, to'liq o'yinni qayta ko'rish imkoniga ham egasiz. Hayot ritmi oldingiga nisbatan ancha tezlashib ketgan. Qandaydir yangilik yoki informatsiya 2 soatdan so'ng odamlarga qiziq bo'lmay qoladi. Shunday zamonda Fabrizio bu ishni qilmasa, uning o'rniga aniq boshqasi bu vazifani bajarib ketaveradi. Futbol tinimsiz o'zgarib borayotgani kabi transferlar oynasi ham endi eski holatiga qaytmaydi. Sizga yoqadimi yoki yo'q, ko'nikishga majbursiz. Video yaralishida qilingan harakatlarni eng oson yo'l bilan bo'lsa-da baholashni unutmang. Videoga like bosing, izohlarda o'z fikringizni bildiring va kanalga obuna bo'ling. Istasangiz moliyaviy tomonlama ham qo'llashingiz mumkin. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida futbol faktlari va men Rustam Arslonov bo'ldim. Yana yaxshi kunlarda uchrashguncha o'zingizni asrang. Masalan, Andres Iniesta 8-oktyabrda faoliyatini yakunladi. Lekin bu Fabrizio Romano tomonidan aytib bo'lingandi. Iniesta 8-oktyabr kuni butsalarni mixkayladi deb. Odamlar o'shanda ketishini o'zi e'lon qilishiga qo'ygan deb qolishgandi. Fabi, sen yaxshi ko'raman bro, lekin sen hammasini rasvo qilganding.